Mana ertangi kun uchun salat tayyorlayapman, ya'ni baqlajon salat. Bu salat retseptini men bir o'ris opamizdan o'rganganman. Lekin juda ham shirin chiqadi. Birinchi piyoz qo'g'irib, keyin piyoz sal o'lgandan keyin pomidor, chesnok и farqli bolgarskiylar, svetloy bolgarskiylar qo'shib qo'g'iramiz. Uchta mahsulot qovurilgandan keyin baqlajonimizni solamiz. Baqlajonni tuz bilan o'ldirib, keyin suvga solib, urug'larini chiqarib olib, yaxshilab siqib oldim. Hozir biroz qovurilgandan keyin baqlajonni solaman. Ziravorlariga esa yanimi, qizil paprika solamiz. Keyin ozgina yog'. Agar tuzi kam bo'lsa, tabga ko'ra tuz solishimiz mumkin. Achchiq paprika ham agar kim xohlasa solishi mumkin. Men hozir bu komandada, o'sha 60 talik odamlik komandada koreyslar ko'p bo'lgani uchun men baqlajon salatga ko'proq qalampir solmoqchiman. Ya'ni qizil paprika solmoqchiman, qizil qalampir solmoqchiman. Mana baqlajonlarimizni ham sovib oldik. Endi baqlajonlarni biroz qo'g'irib, keyin dimlaymiz. Tushib qilamiz. Past olovda dimlaymiz. Dimlaganimizdan keyin где-то 20 minut, 30 minut dimlab, keyin krishkasini ochib, qattiq olovda, ya'ni baland olovda yaxshilab qovuramiz. Baqlajon salatimizni dimlab qo'ydik. So'nggi bosqichlari faqat ziravorlar. Ya'ni aytganimdek qizil paprika, achchiq paprika, yanimi solishimiz kerak bo'ladi. Agar tuzi kam bo'lsa, tabga ko'ra tuz.